Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Bugun 6 dekabr 2025-yil. Navbatdagi savdomiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Spark avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni olgan insonlar kamera ochishni xohlamadi. Shuning uchun o'zimiz reklama berib turibmiz. Mashinamizning narxi 62 million bo'ldi. Naqd pulga ketdi. Yurtdoshlarga sotgan mashinamizni bir qator ko'rsatamiz. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan edi. Metan gazli ustanovka qilingan edi. 4 dona 14lik diska bog'lab qo'yilgan edi. Mashinamizni kraskalari toza edi. Şöyle bir ozgina petno kraskasi bor edi. Mashinamiz yurgan kilometri 88 ming kilometr edi. Chexol politlar döşalgan edi. Shunday holatdagi mashinamizning narxi 62 million bo'ldi. Kimga shunday sifatli va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayner ro'parasida Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. Hamma salonimizda kutib qolamiz.